Shayton alayhillani hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'rtalarida bo'lgan suhbatni birgalashib eshitamiz. Laqotbadini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa iblisga qisqa savollar bera boshladi. Ey Layn, sen kim bilan birgalikda o'tirasan? Foiz yeguvchi bilan. Do'sting kim? Zinokor. Kim bilan yotasan? Mast bilan. Mehmoning kim? O'g'ri. Elching kim? Sehrgarlar. Ko'zingning nuri nima? Xotinni taloq qilish. Sevgiling kim? Juma namozini o'qimay qo'yganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mavzuni ozgina o'zgartirib, boshqa savollarga ko'chdi. Ey la'natli iblis, seni qaysi narsa ranjitadi? Alloh yo'lida jihodga chopgan otlarning kishlashi. Xo'p, unda sening jismingni nima eritadi? Tavba qiluvchilarning tavbasi. Jigaringni parcha-parcha qiladigan narsa nima? Tuni kuni Allohga istig'for aytish. Yuzingni burishtiradigan narsa nima? Yashirin sadaqa. Ko'zlaringni ko'r qiladigan narsa nima? Tungi namoz. Boshingni egdiradigan narsa nima? Jamoat bilan o'qiladigan namozning ko'pligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana mavzuni o'zgartirdi va mana bu savollarni so'radi. Sen uchun odamlarning eng baxtlisi kimdir? Namozini qasddan tashlab qo'ygan namozxonlar. Odamlarning eng badbaxti kim? Qizg'anchoqlar. Qaysi narsa seni ishdan qoldiradi? Olimlarning majlisi. Ovqatingni qanday qilib yeysan? Shayton